Ne meni qizg'anaverasiz buncha? Jonga tegdi qizg'anishingiz. Hammani oldida baqirasiz. Ne o'zing ustingga unaqa kiyib olgansan? Ko'chada hamma erkaklar senga mashinasini signalini chalib ketyapti. Menga yoqadi deb o'ylaysanmi shu narsa? Ha? Meni bu turishim har doim shunaqa kiyinib yurganman. Meni kiyinishimga xo'jaylik qila olmaysiz. Men xohlagandek kiyinaman. Men oldin ham shunday kiyinib yurganman. Ha, shunaqa yurish yoqadimi senga? Mayli, unda yuravergan. Faqat mensiz davom etgan yurish, tushundingmi? Voy, Joni, unaqa emas. Joni, asalim, unaqa emas. Bo'ldi, ikkinchi marta qaytarilmaydi, Joni. Bilmabman men. Sen o'zi nechinchi marta meni aytganimni qilmayapsan? Nima endi, sen uyingda yashaydi degani, xohlaganini qilish kerak deganimi? Men rashk qilaman. Joni, bo'ldi. Ikkinchi marta bu qaytarilmaydi. Bo'ldi, bundan keyin har doim uzun ko'ylaklar olaman. Bunaqa prosta yurish men uchun komfortli edi-da. Komfortingga sani, bilat. Joni, nima deysizmi? Nimadir zakaz qilib yuboraymi? Ha? Joni? Yo'q. Appetitimni ham bo'g'ding. Men shamollab kelaman ozgina aylanib katatsiya qilib. Kelgan aytgancha $100 bardachokdan ishlataman. Xabaring bo'lsa 200 bo'lib ketishi ham mumkin. Nastroyeniga qarab. Joni. Tina, tilingni yig'sang-chi. Bu turishda senga kim uylanadi? 108-erkak ham ketib qolyapti.